Cruz, Mustang, Imperial. Aynan shu 3 xil brend balonni bekorga maqtamayman. O'zim sotganim uchun emas, xosligi sabablarini sanab o'taman. Bu 3 xil turdagi balonimizda любой kriteriyaga, любой turdagi odamlarga tushadi. Hozir bitta-bitta ko'rsatib o'taman. Max Cruz, misol uchun ko'p yuradigan odamlar balon jo'ski bo'lsa, shunchalik ko'proq probeg beradi deb o'ylashadi. Yo'q. Aynan shu balonimizda чистый резина, probegi juda ham zo'r. Va xolos probegidan tashqari yumshoqligi juda ham zo'r, juda ham. Ko'rayotganlardagi tishlarini mayda-mayda, no ezib ko'rsanglar ham bo'ladi. Чистый резина, защитный korlari mo'shni, qishlarda qotib qolmaydi, zo'r yurib beradi. Ikkinchisi Mustang, bu hamyonbop, probegi zo'r, buni ham yumshoqligi zo'r. Защитный kor mo'shni, uncha yamaligi va xolasa tushsa ham shishga berib olmaydi. Uchinchi turdagi balonimizda shahar ichida yuraman, menga yumshoq balon bo'lsa bo'ldi, qishda qotmasa bo'ldi degan akalarimiz uchun zo'r narsa, sababi belgilan mahsuloti bu. 3 xil ko'rayotgan shu baloninglar, xolasa qishda qotmaydi, probeglari zo'r, juda ham sifatli. Aynan shu ko'rsatib o'tgan 3 xil turdagi balonimizni Xudo xolasa sizlarga zo'r xizmat qilib beradi. Qishlarda ham, uzoq yo'llarda ham, shahar ichida ham uyaltirib qo'ymaydi. Do'konimizda mavjud balonlar, xudo xolasa hammalarni kutib qolamiz. Ustunovka xizmatlarimiz ham bor. Chiroyli holda balansировкаlarni qilib berib, mashinalarni qishga tayyorlab beramiz.